hurmatli aziz hamkorlar va mana shu videoni ko'rib turgan insonlar. Ancha vaqtdan beri siz Greenleaf haqida eshitgansiz yoki Greenleaf korporatsiyasida faoliyat olib boryapsiz, lekin marketingida qaysidir joyda tushunmaydigan joylar bo'ladigan bo'lsa, shaxsan o'zim Yorqinjon Mo'minov tarmoqli marketingda 8 yillik tajribaga ega, aynan Greenleaf korporatsiyasida 4 yildan beri faoliyat olib boraman va hozirgi kunda 2 yuzli direktor sifatida sizlar uchun maxsus aynan marketing plani uchun sizlarga lavha tayyorlamoqchiman. Albatta bu narsa sizlarga manfaatli bo'ladi va yangi o'rganadigan insonlar uchun zo'r shpalgalka bo'ladi degan umiddaman. Qani ketdik bo'lmasa, Greenleaf korporatsiyasiga hamkor bo'lish 4.850.000 so'm bu standartli to'plam. Aslida to'plamlar soni ko'p. 1.290.000 so'mdan boshlab 28.500.000 so'mgacha registratsiya bo'lish imkoniyatiga egasiz. Lekin hozirgi kunda aynan standartli to'plamlardan biri 4.850.000 so'm hozirgi kunda O'zbekistonda ko'pchilik inson mana shu to'plamda registratsiya bo'ladi. Bu to'plamda registratsiya bo'lsa, sizga nima imkoniyatlar beradi? Birinchisi, ID raqam ochib beriladi. Bu ID raqam elektron hisob raqam. O'zbekiston fuqarosi bo'lganingiz uchun siz o'z so'zi bilan ochiladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lganingiz uchun, agar siz boshqa davlatda bo'lsangiz, masalan, Rossiyada bo'ladigan bo'lsangiz, RU ko'rinishda, Qozog'istonda bo'lsangiz, QZ ko'rinishda bo'ladi. Bu pullar o'zbek so'mida mana shu ID raqamingizga tushadi. Keyingisi 16 million elektron voucher beradi sizga. Bu voucher nima uchun? Siz bu yerdagi mahsulotlarni 50% chegirmadan olishingiz uchun ishlatadigan to'plam. Misol uchun siz bu to'plam, bu pulni qanaqa ishlatasiz? Naqd ko'rinishda yechib ola olmaysiz bu narsani. Agar sizda misol uchun 1 million so'mlik mahsulot xarid qilmoqchi bo'lsangiz, 1 million so'mlik, shu 16 million pul faqat bu 1 millionning 50%ni to'layveradi. Misol uchun 500.000 so'mini bu elektron pul to'layversa, 500.000 so'mni siz naqd pulda to'laysiz. Naqd pulda. Xuddi shunaqa qilib mahsulotlar olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu 16 million pulga. Faqat mahsulot uchun ishlatiladi. Va undan keyin sizga bir qarorda starteri nabor beriladi. Har bitta registratsiya bo'lgan insonga juda ham ajoyib qimmatbaho mahsulotlar to'plami va plus mahsulotlar bilan tanishishingiz uchun katalog beradi. Bizning korporatsiyamizda 5000 xildan oshiq mahsulotlar bo'lganligi uchun shu katalogda mahsulotlar to'g'risida siz bemalol tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana sizga 4.850.000 so'm pulingizga beriladigan narsalar. Va bu siz korporatsiyadan rashod bo'lasiz. Bo'ldi, tamom. To'lagan pulingizga mana shu narsalarni sotib olasiz. Endi agar bu yerda siz marketingi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizga daromad turlari chiqishni boshlaydi. Ya'ni bizda 3 ta kunlik bonusi bor. Har kun, ya'ni bugun ish qilsangiz, ertaga oladigan daromad turi bor. Bu bizda kunlik daromad turi deyiladi. Sistemamiz gibrid marketingda ishlaydi. Gibrid degani bu ham binarniy sistemada, ham klassikada ishlaydi bizda. Shuning uchun gibrid marketing